Hurmatli vatandaşlar, bizlar bugungi o'yinimizda sizlar bilan Vichiniar Markani Ko'na Tunnel gipermarketga yaqin yerda dehqon bozori markazida yangi domimizni 5-qavatida bir xona korobka holatdagi kvartira bilan donishib o'tamiz. Zo'r mesada ko'rib turganingiz domlarning fasadlarini chiroyli qilib ishlab qo'yganlar. Gaz, suvdan problema yo'q. Transportlar ham yaqin, ham mera o'ng'ayli magazinlar ham ba'zida. Bu tarafimizda ko'rib turganingiz Milliy bank bo'ladi. Bu yonda Jaloliddin Manguberdi haykali, shahar Nalokazlar, keyin bir yandan yesangizlar Doğru, Lochuva, Esikpal televideniyasiga yetsa bo'ladi. Yan tarafimizda gipermarket, karavan, savdo markazi joylashgan azizlar, savdo majmuasi. Keyin bu yanimizda Ko'na Tunnel, zo'r mesada shunday bir xona kvartiramizni e'tiborlaringizga taqdim qilamiz azizlar. Qani yetib sizlar bilan birgalikda kvartiramizni ko'rib o'tsak. Azizlar 5-qavatdan chiqib keldik. Lift boyining ishlab turibdi azizlar. Gaz ve suvdan muammosi yo'q. Yana tarafında bog'cha, maktab boyining 5-qavat oyoq tellari miramir, demir ishlar qo'yilgan xonadonimizda bir xonada 50 kvadrat bo'lgan kvartira zo'r mesada Vichiniar yarmarkani o'rnida qurilgan dom. Azizlar, Ko'na Tunnel, gipermarket, karavan savdo markazlarining yaqin yerda shunday zo'r mesada kvartiramiz sotib chiqdi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Azizlar, xonamizni razmerini aytib bo'lsak, eni 330, uzinasi 560 kattalikda. Oyoqlar stechka bo'lgan, отопление sistemasi polni o'tirilgan. Suvoqdan chiqib turibdi, remontga tayyor. İşler ham ajoyib plastik ramardan. Bu yerda balkon qismi, balkonda balastinalar o'rnatilgan. Ajoyib mesada. Azizlar, bu yerda gipermarket, yanında karavan savdo markazi, Ko'na Tunnel bir yerda zo'r mesada joylashgan. Shahrimizda xalq markazi desak ham bo'ladi. Dehqon bozorining yaqin yerda. Xonamizdan chiqqandan bu yerda chat tarafda azizlar oshxonasi 4,5 kattalikda oshxonasi bo'ladi. Bemalol ovqatlarni shayratlarni qilib, ulovlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda kuxinyalarni o'tirib, chiroyli qilib azizlar teplый pol bo'lgan yerlar ham mana kollektorlar qo'yilgan azizlar. Do'kontirni отопление Airfield firmaniki eng zo'rlaridan turistik bilasizlar. Bu yerda reduktorlar, gaz sho'chlar ham zo'ridan qo'yganlar. Gaz ve suv dokumenti ishlardan muammosi yo'q. Yana tarafında magazin ismi, transport ishlardan muammo yo'q. Dehqon bozori ham bir adım yerda. Yangi qurilgan domimizni 5-qavatida azizlar 50 kvadrat bo'lgan kvartira bilan tanishib o'tdik. Narxini aytib o'tamiz. Narxi 350 million so'm. Azizlar, üstüne gelişadan yeri bor. Birimizin yani sanuzeli, yuvunishxona, hojatxonasi bu yerda joylashgan. Bu yerda vanna mestasi, unitazniki azizlar, akayna kil mashin to'shkalari, ariston to'shkalari tashalgan. Polni hammaji tog'. Bu yerda suv sho'chish ham qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, Orientini yana bir eslatib o'tsak, yurgan shahrimiz xalq markazi dehqon bozor, Ko'na Tunnel, gipermarketlar yaqin yerda, Vichiniar yarmarka azizlar. 5-qavatda bir xona kvartira bilan tanishib o'tdik. Korobka holatda narxini takrorlaymiz, 350 million so'm. Gelib, ko'rib, ustida savdosini qilib olaverasizlar. Kimdir to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda sizlar uchun обязательно nominal yozilib turadi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Azizlar, keyingi videolarda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.